Xo'sh, qaranglar. Bugungi darsimizda sizlar bilan genetiv o'tishimiz kerak. Genetiv nima ekan? Qarshilik egalikni bildiruvchi qism hisoblanadi. Buni nima deb tushunishimiz kerak? Biz o'zimizning tilda buni ko'proq mana bunaqa ma'noda tushunishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni genetiv deganda biz sirazi ning degan ma'noda tushunishimiz kerak. Tushunarlimi? Ning qo'shimchasi. Tushunarli? Endi artikllarning genetiv shakli. Biz o'z shu kungacha qanaqa shakllar o'tganmiz? Nominativ, akuzativ va dativ. Endi qo'shilyapti genetiv. Genetiv nima? Genetivda artikllarning o'zgarishi. Der, die, das va die ko'plikda. Der desga o'zgarar ekan. Die derga, das desga, die derga. Qiyin emas, to'g'rimi? Demak, mushkoy rod bilan sredniy rod ikkalasi desga o'zgarar ekan. Ikkita dilarimiz derga o'zgarar ekan. Endi bitta istisno bor. Bu istisno qanaqa? Otga qo'shimcha. Ya'ni bu artikldan kelayotgan otda qaysisidadir qo'shimcha qo'shilar ekan. S yoki S degan. S yoki S. Qaysilarida? Mana bu chizib qo'yganman. Ya'ni deslardan keyin nima qilar ekan? S degan qo'shimcha qo'shilar ekan. Tushunarlimi? Mana misollarda ko'ramiz. Der man o'zgaryapti. Des man nes. Ya'ni der man o'zi erkak degan ma'noda keladi, to'g'rimi? Yoki o'sha erkak. Endi des man nes bo'lsa erkakning. Tushunarlimi? Die Frau ayol. Der Frau ayolning. Tushunarlimi? Das Buch. Des Buches. Nima qo'shilyapti? S qo'shilib qolyapti. Demak, qayerda des bo'lsa, narigisida S qo'shimcha kelishi kerak bo'lyapti. Tushunarlimi? Die Kinder. Der Kinder. Tushunarlimi? Dilarimiz oddiygina derga o'zgarib qolyapti. Narigi dativdagiga o'xshab yodlash, boshida yodlash qiyin emas, oson. Juda ham oson. To'g'rimi? Ma'nosi ning ma'no beradi. Endi noaniq artikllarda qanaqa? Noaniq artiklda misol uchun ein, misol o'zi noaniq artiklda bilasizlar, nominativ shakli der bilan das ein bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita dilar ayne bo'ladi. To'g'rimi? Ein bo'lganlar aynesga o'zgaradi. Ayne bo'lganlar aynerga o'zgarar ekan. Tushunarlimi? Qiyin emas. Misol sifatida das Auto eines Lehrers. Das Auto eines Lehrers. Nima degani bu? Ustozning mashinasi. Tushunarlimi? Ko'rsatib gapirayotgan edi, ustozning mashinasi. Die Tasche einer Frau. Ayolning sumkasi. Ya? Hop, gap misolda, zum Beispiel. Das Auto eines Lehrers ist neuer. Bitta o'qituvchining mashinasi yangi. Ya? Hop, shaxs almashlari. Shaxs almashlari. Mainimiz, bilasizlar, maynesga o'zgarar ekan. Ha? Mayne bo'ladigan bo'lsa, maynerga o'zgarar ekan. Ya'ni mayn o'zi mayn mening degan ma'noni anglatadi. To'g'rimi? Endi meningga yana ning qo'shilib mening bo'lib qolyaptimi? Yo'qda, unaqa bo'lmaydi-da. Ning o'sha nariga otga o'tadi. Otga ma'no beradi. Ya'ni qaranglar, das Buch meines Bruders. Mening akamning kitobi. Tushunarlimi? O'zi mana mayn shaxs almashlarim ning ma'no beradi, lekin mana budan keyin kelayotgan narsaga ning beryapti. Tushunarlimi? Mana genetiv. Das Buch meines Bruders. Akamning kitobi. Mening akamning kitobi. Tushunarlimi? Keyingisi. Die Stimme meiner Mutter. Stimme nima edi? Ovoz. Mening onamning ovozi. Tushunarlimi? Mana bu gap misolda. Zum Beispiel. Die Stimme meiner Mutter ist beruhigend. Beruhigend. Nima degani? Mening onamning ovozi tinchlantiruvchi degan ma'noda. Tushunarlimi? Genetiv tushundinglarmi? Ya'ni genetiv qayerlarda qo'llaniladi degan savol.
Genetiv mana shu ning ma'no berishda va bundan tashqari genetiv talab qiluvchi predloglar, fe'llar bor. Tushunarlimi? Hozir buni yozib olasizlar, ungacha undan keyin men o'sha predloglarni tushuntiraman sizlarga. Tushunarli? Genetiv talab qiluvchi predloglar. Yozib olinglar.